yuzlab o'g'illarga ko'pincha menga hijama tavsiya qiladi и keyin anaqa Zuluk tavsiya qiladi. Zuluk tavsiya qiladi. Yo'q, bu narsaga men ijobiy ham, salbiy ham qaramayman. Chunki narodniy meditsina degan narsa bor bizda. Narodniy meditsinadagi har bitta mutaxassis ishini yaxshi qilsa, sanitariyaga javob bersa, ular zo'r natija beradi. Zo'r natija beradi. Lekin ugridan qolgan izga ularda natija yo'q. Ular baribir kosmetologga kelishi shart. Chunki aynan ugridan qolgan izlar zuluklarni tishlashi bilan chandiqlar bo'lib qolgan juda ko'p patsientlarim keladi. Men unga qarshiligim yo'q. Narodniy xalq tabobatiga qarshiligim yo'q. Hijama bilasiz, payg'ambarimiz davrlaridan qilib kelingan narsalar, zuluklar bular hammasi. Lekin ular ugridan qolib ketgan izga natija bermaydi. Shuning uchun mayli ular qayerda nima olishsin, lekin agar yuzda уже ugrilardan qolgan iz bo'lsa, albatta to'g'ri lecheniyani o'zligiga baribir olishligi kerak. Ya'ni kosmetolog huzurida. Даже dermatologda ham emas. Chunki dermatolog lecheniya bilan shug'ullanadi. Kosmetolog uni estetik jihatdan chiroyli qiladi.